Mavzu kesmalarni teng bo'laklarga bo'lish. Birinchi topshiriq to'g'ri chiziq kesmasini teng umr bo'lakka bo'lish. Buning uchun AB kesma olinadi. AB kesmani A uchidan yoki B uchidan AB kesmaga nisbatan o'tkir burchak ostidagi nur chiqariladi. Nechi bo'lakka bo'lish tavsiya qilingan bo'lsa, shuncha bo'lak sirkulda biror bir kattalikni birlik deb qabul qilib, shundan 11 ta bo'lak o'lchab qo'yiladi. 11-chi bo'lak bilan AB kesmani ikkinchi uchi tutashtiriladi. Shu tutashtirilgan kesmaga qolgan nuqtalardan parallel chiziq o'tkazilib, AB kesma teng 11 bo'lakka bo'linadi. Gorizontal to'g'ri chiziqning teng o'rtasidan perpendikulyar chiziq o'tkazish. Buning uchun AB kesma gorizontal vaziyatda chizib olinadi. A uchidan va B uchidan yarmidan kattaroq bo'lgan radiusda yoy chizilib, ikkala yoy SD nuqtalarda kesishadi. Kesishgan SD nuqtalar tutashtirilib, AB kesmani teng o'rtasidan o'tuvchi AB kesmaga perpendikulyar SD to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Vertikal to'g'ri chiziqning teng o'rtasidan perpendikulyar chiziq o'tkazish. Buning uchun AB kesma vertikal vaziyatda chizib olinadi. Yarmidan kattaroq bo'lgan A nuqtadan va B nuqtadan bir xil radiusda yoy chiziladi. Yoylar o'zaro kesishib SD nuqtalarini beradi. SD nuqtalarini tutashtirsak, AB to'g'ri chiziqqa perpendikulyar teng o'rtasidan o'tuvchi chiziq hosil bo'ladi.